Salom Hiriya salonu qadam təşrif qılğan barcha azizlarim hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Kelgan qadamlaringizga marhaba. Bugünkidek kunlarda albatta dehqonlarimizda aslamay tura olmaymiz. Dehqon bo'lmasa jon nada, dehqon bo'lmasa non nada. Bugun barcha azizlarimizning huzuriga Mehribon Niyoz Cho'g'li qadimiz yozgan Tush yaproqlari nomli kitobdagi Dehqon nomli she'rni barcha azizlarimizning huzuriga sunaman. Dehqon Her seherning tunca mehmani Tün qo'ynidan subihiga mangan Quyoshga tutashgan armini bilan yuragida gulxan yasagan Chig'ir yo'lda izlar qoldirib Qushlar tilida mungluq sayragan Dehqon tinib ketgan taklamakandek Asrlardan cho'kkan o'ziga Eng adoqli quyosh nurimi so'yib o'tar uning chehriga Ko'zlar so'zlar rivoyatini nurlar ko'chgan yurak taktiga To'g'roqlarmi o'gangan undan savr qilib so'zlab o'ziga Dehqon chechib yerga umidlarini Tuproq bilan ko'klaydi birga Tabiat bergan ne'matlaridan ko'ngillarga tizar guldasta Dehqon chechib yerga umidlarini Tuproq bilan ko'klaydi birga Tabiat bergan ne'matlaridan ko'ngillarga tizar guldasta Rahmat Hammamizning ota-boboları albatta dehqon. Undaq bo'lsa, bugungi mazmunimni yoqtirgan bo'lsangiz, tövəndəki zaykan yaqatni besib do'stlaringizga ham baharlab qo'yishni unutmang. Tövəndəki inkas rayonig'imi o'zingizning inkaslarni qoldirib qo'yishni unutmang. Fikri hayot saloni kunda sizga hamroh. Xayr xo'sh, mazmunlarimizni ko'rishaylik.